Bugün 1 Ağustos 2021 yıl Özgen şahrında Жалал-Абад облысынан, Базарқорғаннан, Сузақтан, қалабесі бақта Оштон, Өзгерден 150 сом фонды Ош Хадия, Азиз мебель ушундар кайрымдуулук фонддор менен чогулушуп биргеликте ушул жетим жесирлерге кичине болсо бир орусчасын айтмакчы чай пиче, чай куюп, булардын көңүлүн көтөрүшкө аракет кылып атабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям bir hadislerin manisinde yetim cesirdi başını sıylap oğa bir berim görsetken insan men beyişte uşunda olup dep ekin mübarek mancaсын görsetken ошон үчүн бир туугандар баардыгыңыздарды ушуларды кайрылып кететилек кичине элге кайрымдуу болуп элге журтка ушундай кишинин колуна жокторуп колубузду чозуп мээримди чозуп жардам көрсөтүшкө аракет кылайлык. Биз дагы ушул куршак айылында ушундай бир мероприятияларды өткөрүп элибизге журтубузга пайдасы тие турган инсандар болушубузга жана ушул амалга колунда бар инсандардын колубузда бар эр жигиттердин келип өздөрүнүн жардамын берип кетишсиздигине суранып калабыз иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, jannat bolalari, O'zgen, O'sh, Novofat, Aravon, Bozorqo'rg'on bir pora Turg'on yotlab 60 ta duo yotlagan bolalar uchun mana bugun hadiya fondi, ihson fondi birlashgan holatda mana 250 ta yosh bolalarga kelajakda hofizi Qur'on 6-chi bo'ladigan bolajonlarga bugun mana marosim o'tkazilyapti. Konkurslar bo'ladi inshaalloh. Uyushtirganlar aka-ukalarimizdan Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Inshaalloh shu kelajakda hofizi Qur'on bo'ladigan 6-chi bo'ladigan mana farzandlarimiz inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin hammasidan. İnşallah bugün şu tadbir İnşallah tadbir hozir boshlanadi. Bolajonlar ishlayapmiz. İnşallah hammalardan Alloh rozi bo'lsin. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان. Bismillah. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Akalar yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Mana o'zingizlar guvoh bo'lib turibsizlar. Jannat bolalar tadbiri O'sh oblastida, Jalol-Obod oblasti bo'yicha 200 dan ortiq bolajonlar qatnashyapti. Bu loyiha orqali mana inshaalloh bir pora Qur'on yodlagan bolajonlar. Yo'q, 10 minut. Inshaalloh duo qilib turasizlar. İnşallah bunlar to'xtab qolmay davom etadi degan umiddamiz. O'zingizlar hissalaringizni qo'shsa, xudo xolasa degan umiddamiz. inshaalloh.
Bundan keyin kattaroq narsalarni qilishlikka hammalarimizga nasib qilsin. Amin, amin. Mana Oybek ukamiz ham shu yerda. Hadiyani boshlig'ida. Inshaalloh. Baxtiyor, akalar qochib turamiz. سبقتني للجنة. Rahmatlarga. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz akalar, ukalar, ukalar, onalar, singillar, bu tadbirda uyushtirilgan biz el uchun fond, xayriya fondi, ya'ni Rahmat Mustafa go'zal qiroatlar uchun imingiz yana ham ziyoda bo'lsin. Mana endi shunday go'zal tadbirga va bolalarni o'qib o'rganishlikka hissa qo'shgan va jannat bolalari degan loyihaning yetakchilari bo'lgan Bizlar uchun xayriya fondi va Qo'shdagi hadiya fondining yetakchi vakillarini sahnaga taklif qilib qolsak. Bizlar uchun xayriya fondining yetakchisi Mo'ydinov Sardorbek akamizni va hadiya fondining yetakchisi Qosimov Oybek akamizni sahnaga taklif qilib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli bolajonlar, hurmatli ota-onalar, hurmatli mehmonlar. Mana bolajonlarni orzu qilib kutgan kuni keldi. Bu bolajonlar bu kunni bilasizmi, necha oylardan beri kutishyapti. Ramazondan oldin bizga qo'ng'iroq qilishni boshlashgan. Biz qachon tadbir bo'ladi? Qachon bir chiroyli qilib o'ynaymiz, qachon bayram bo'ladi deb shu kundan beri bizga qo'ng'iroq kelyapti. Mana bugunga nasib qilgan ekan. Alhamdulillah mana mehmonimiz bo'lib o'tiribsizlar. Alhamdulillah bu bolajonlar mana o'tgan yili karantindan oldin ba'zi bir aka-ukalarimizning tavsiyalariga binoan bu loyihani boshlaganmiz. Jannat bolalari deb nom berishlik va bu bolajonlarni
ko'rikdan o'tkazib, o'rin berib